suv sal ifloslanib qolgan, chunki bu yerda matchni bog'lab qilyapti. Uzunasi 15 metr, eniga 5 metr. Qochib ketdi. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishqibozlari, bobodehqon aka-ukalarimiz, baliq ishqibozlari. Dostonjonni baliqlari yonyapti kanalimizda. Baliq ishqibozlari ko'p ekan, kosmetillari yaxshi. Bugun o'zimni dehqonchiligim haqida ham video qilaman. Bugun vahroq chiqib qoldim ustaxonadan. Shunga bir video qilay dedim. Eslaringda bo'lsa, tomorqamizga 5 setka yerga chesnak ekkandik. Boshida ikkita video qo'ygan ekanmiz, keyin video qo'ygani ayrim sabablarga ko'ra vaqtimiz ham bo'lmadi. A'dan 3 ta nuqta deb sallo qo'ygandik birinchi videomizga. Oradagi B va G larni qo'ya olmadik. Endi bugun o'sha yasini ko'rsatamiz. Yana bitta baliq haqida video emas, baliq haqida bitta ma'lumot bor. Bu Dostonjon hali video yo'q edi vaqtda. Surpriz. Shuni men bugun Dostonjonni surprizini o'z video ko'rsataman qisqasi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ramiz. Endi telefonni aylantirib olaman ekranni. Mana o'sha bizda estetikka ekkan chesnaklarimiz. Qo'shni ayollar ko'ylashib oldi, shuning uchun ayollar borligi uchun ko'laytirgan jarayonlar video qilmadim. Ayollar videoga tushib qolmasin deb. Kecha bo'lishib o'sha o'zini poyasiga o'tlarga o'rashib qo'yishibdi. Cheta 2 kun bir namligi sal pasayib olsa, keyin 11 ga joylaymiz. Hop. Chesnaklarimizni holati. Meni qo'lim 24-25 chiqadi. Hozir chetda bitta kattakarog'ini o'lchayman. Mana barmog'imga 3 sm yetmayapti. Holati. Bu eng kattakani. Bular ham kattakalari. Bu mana eng kichkinasi. Endi orada shunaqalari ham bor. Bunga qo'lim bemalol yetib ortidan qo'lyapti. Bular o'rta holdagi. Bu ham uruqqa bo'laveradi. Yaxshi. O'rta holdan ko'ra sal kattaroq ham. Mana bular o'rta hol. Orada kichiklari ko'p emas, bor lekin irigi ko'p. Xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Iriglari. Yana boshqa teklardan ko'rsatayım. Bu yerda oldimizda ko'ryapti, keyin video ko'rsatyapti demanglar. Mana bitta yana bitta to'pimiz bor ekan. Mana yiriklari. Eng kichigi shu. Mana shu eng kichkinasi bu to'pda. Qo'lim yetyapti. Hop. Bu iriklari. Xudo xolasa yaxshi bo'ldi dehqonchiligimiz. Lekin qarov zo'r bo'lgani yo'q. To'g'risi zo'r qaralmadik bu yilga. Shunday ham yomon emas. Chesnokda qachon ekilganlarni video qilganman. Bular haqida gapirib o'tirmayman. Bundan keyin shu bir oylar nari berida chop qildik.
Hozirgacha bir sug'organ bo'lsak, bir 6-7 marta sug'ardik, 2 marta oziqa berdik. Birinchisiga 5 kilo, ikkinchisiga 10 kilo karbamid berdik. Shu karbamitga bir qop 45 kilo atrofida begimiz aralashtirib berdik. Birinchisida, ikkinchisida 10 kilo karbamidni o'zini berdik. Dastlab boshida 300 kilo begimiz bilan ekilgan. 2 marta qurtga qarshi zahar berdik. O'sha boshda bir marta chop qilib o'tdan tozalagan bo'lsak, ikkinchi marta chop qilmasak, shunday o'tni tozaladik. Uchinchi martaga o't bosdi, tozalagancha o'zi chesnogimiz pishdi, xudo xolasa. Endi Dostonjonni balig'i haqida video qilamiz. Mana Dostonjonni ikkinchi havuzi. Ko'li ko'lchasi. Mana shu yerda uzunasi 15 metr, eniga 5 metr, tagi 4 metr. Manaki hovuz suyruqan qilingan. Tepasi 5 metr, tagi 4 metr, uzunasi 15 metr. Tevraga qamishlar tashlab qo'ygan, suv sal ifloslanib qolgan, chunki bu yerda matishni bog'lab qilyapti. Buni suvni bezda qilmaslik uchun almashtirgan yo'q. Hozir bolalash kerak shu kunlarda. Shuning uchun buni birla bolalaganda yechinkalari bilan video qilaman deb turdim. Men sirni ochib qo'ydim. Ma'lumot o'rnida endi ko'pchilik salafan so'rashyapti. Salafanni, mana shu salafan 12 metrli salafan. Hech qanday chak tushgani yo'q. Shu 12 metrli salafandan ham yonidan 2 metr 3 metr ortib qoldi. Demak bu 10 metrlik bo'lsa ham bo'laverar ekan biz shu joyimizga. Yana shu yerda mana baliq. Mana ikkitasi. Yaqinlatamiz, baliqlarimiz o'ynab qoldi. Suvni betiga chiqqanda bitta video ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Mendan cho'chib suvni betiga ham chiqmayapti. Mana shu yerda yuribdi, lekin suv tagida. Sekin aylanib birlikcha ajoyib emas. Bitta mahkam op. Bitta matishni qilsak. Qochib ketdi. To'g'risi syomka qila olmadik baliqni. Bo'lsa Dostonjonni o'zi lekin nasib qilgan kuni ko'rsatadi.